Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Hammanglarning juma kuniga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultayı Qonun Komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandimning boshlamchiligida Kanadadagi 28 kishilik huquq tashkilotining 2022-yili Uyg'ur majburiy emkiga bevosita chetishlik Kanadaning dunyoga dangliq Nike Canada Dynasty Gold qatorliq 14 shirkat ustidan sungan arziga asosan Kanada hukumatiga bevosita qarashliq federal tekshirish idorasining 26-mart kuni Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik Xan Jamiyat 6-chilik shirkati ya'ni Dynasty Gold ustidan hozirlab chiqqan alayda tekshirish dokladini e'lon qilishi Xitoy shirkatlari bilan hamkorlik munosabati o'rnatib kelgan Kanada shirkatlarini qattiq cho'chitgan edi. Bir qancha kundan buyon Kanada matbuotlarida mazkur tekshirish dokladi haqidagi talash-tortishlar uzluksiz davom qilmoqda va Uyg'ur majburiy emki masalasi yana qayta Kanada matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Kanada federal tekshirish idorasining bosh nazoratchisi Sheri Mayahofa xonim bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Sharq Turkistonda Uyg'urlarning umumyuzlik holda majburiy emgak qilinayotganligining xalqaro organlar tarafidan dalillab chiqilganligini, Kanada Dynasty Gold 6-chilik shirkati mablag' solgan Sharq Turkistondagi Xatu Altun konida Uyg'urlarning majburiy emgak qilinayotganligining ko'p taraflama dalillar bilan isbotlanib chiqilganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Dynasty Gold 6-chilik shirkatini og'ir darajada mas'uliyatsiz qilish bilan aybladi va boshqa ellarda faoliyat olib berayotgan Kanada shirkatlarining insoniy haq-huquqlariga hurmat qilish majburiyati bor. Afsuski, Dynasty Gold 6-chilik shirkati o'zining bu mas'uliyatini ado qila olmadi deb ko'rsatdi. Sheri Mayahofa xonim bayonotida yana Kanada xalqaro savdo ministrligiga Dynasty Gold 6-chilik shirkatiga qarata bir yurish cheklash tadbirlarini yo'l qo'yish haqida taklif berganligini ta'kidlab o'tdi. Kanada matbuotlarida Kanada federal tekshirish idorasining Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti qatorliq 28 tashkilot tarafidan arz qilingan boshqa Kanada shirkatlari ustidan elib berayotgan tekshirish dokladlarini oldimizgi mezgillarda e'lon qilganligi qayd qilinmoqda. Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'urlarning yurtida qolgan ota-ona qarindoshlarining noma'lum taqdirdan g'am-andish qilish sababli turli psixikalik besimlarga duch kelayotganligini ko'z tutib, yaqinda Ro'y sog'lomlik tashabbusi nomida maxsus bir guruh qurib chiqqan edi. Mazkur guruh 27-mart kuni, ya'ni Ramazonning 17-kuni Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonimning riyosatchiligida shaxsiy e'tiqod bizni qandoq kuchlantirdi degan temada islom, xristian va yahudi dinidagi faoliyatchilarni taklif qilib tor muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'inga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim, Amerikadagi xalqaro tinchlik katalizatori G'arbiy Shimol rayonlik sho'basining direktori Dr. Bill Clark, Dünya Yahudilar Kuzatish tashkilotining sobiq ijroiya direktori Serena Oberstein qatorliqlar qilgan so'zlarida birdek irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarning ro'yijatdagi besimlarga taqobil turishda diniy e'tiqodning nihoyat muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlashdi. Zubayra Shamsiddin xonim so'zida diniy e'tiqodning intayin muhimligini ta'kidladi. U 30 yildan buyon elib berayotgan siyosiy faoliyatlar jarayonida musulmon bo'lganligining o'zining ro'yijatdan har zamon kuchli his qildirgan eng muhim omil ekanligini bayon qildi. U so'zining davomida Uyg'ur millatining irqiy qirg'inchilikdan iborat bu qabatli kunlarda tayangan chidamchanligi va sabr taqtida diniy e'tiqodning hal qilg'ish rol o'ynaganligini ta'kidlab o'tdi. Zubayra Shamsiddin xonim muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning ro'yi sog'lomligidagi masalalarning ba'zi sabablarini tushuntirib o'tdi. U Uyg'urlarning musulmon bo'lish sifati bilan Allohning sinoqlari deb bilgan bu ig'ir kunlardan hamon o'tib ketalaydiganligiga bo'lgan ishonchisini bildirdi. Mayli bu Ramazon bilan emas, har qanday vaqtda ibodat insonning mijozini tangshaydiganligiga ishonaman. Bo'libmi bizda bunday qirg'inchilik uchrayotgan, shu e'tiqod bilan bir taraf qilsaqmi shunday tragediyalik ahvollarni bu beshiq kelayotgan kulfatlar tufaylidan o'zini yo'qotib qo'yayotganlarning ko'pinchisi burun Xitoyning bizga qilgan tajovuzchilik besimini his qilmaganlarning ichidan chiqarib chiqyotdi. Hech bir o'ylab baxmagan yerdan kelgan zarbadak tuyuldi. Chunki ularda unda bir cho'nqur tushunish yo'qdi burunchi. Ularda nurg'ullarda yana bir umidlayapti, kunlarning birida jahon yaxshilab qolsa yoki u bu mundaq bo'lib qolsa, biz yana shu vatanga boramiz. Va yoki Xitoydan mundaq chetqa vaqtdan hatto umid kutadigan ahvollar mubatdi nurg'ullarda.
Hozir bu qirg'inchilik chek-chegrini ayirdi. Mundaqcha aytgan vaqtda, mayli siz Xitoydan umid kutib yashayotgan manqurt Uyg'ur bo'ling, mayli kuchsiz va yoki bo'lmasa hech nima bilan parvoy bilan yozsamla bo'ldi deydigan tariqadagi tinchparvar Uyg'ur bo'ling va yoki kommunist qilmaydi sodiq necha xil yashash usulini tanlagan birdam vatanparvar Uyg'urning nimasini ko'rsangiz Uyg'ur, ya'ni kommunist Xitoyni ko'rgan vaqtida o'zingizning nayt sadoqat bilan kommunistligingizni ifodalaydigan texnik o'zini bilamagan undaq tariqatga Uyg'ur bo'ling. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar hozir qizil sizoq aniq. Siz Uyg'urlar bo'ldi ekansiz. Sizning qirg'inchilikninki yoki yo'q qilishning mahkum ashtaq bo'lgan mahkumligingizni hammamiz to'g'ri tushunib yetdi. Ammo bu zarba hamma odamga o'xshash tegmadi. Shu qirg'inchilik bilan xalqimiz endi uyqusini yechyapti, ochdi mundaqcha aytgan vaqtda. Bu qirg'inchilik haqiqatan qo'rqinchli narsa, ammo bir mustamlikada qolgan millatningki kelgusi uchun bir dora bir tarafdan esingiz. Bundaq umumyuzlik qo'l o'g'a deydi-ku, tubdan hujum bu bir dora bo'ldi bizga mundaqcha aytgan vaqtda uyqungni osh. Bir millat tubdan uyg'onish kerak degan bir signalni berdi. Shu narsani biz ko'rdik. Bu haqiqatni his qilmoq vaqt ketadi. Aynan o'sha psixiklik besimning, psixiklik yo'qotishning yoki yo'qolishlarning hammasi shuning bir jarayoni. Men shunchalik umid bor. Buningda yengib chiqadi. Bunda psixiklik besim, bunda narsalarga parvo qilmaydi. Chunki har ish, har narsa qondan, jondan, iymondan. Belkilar kapanda yig'in jarayonida Injil va Tavratdan naql keltirib, munolarni bayon qildi. Bizning muqaddas kitoblarimizda yaratquchini butun qalbinglar bilan yaxshi ko'ringlar, qo'shninglarni xuddi o'zinglarni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'ringlar deyilgan. Har doim kim bizning qo'shnimiz bo'ladi degan savol so'rildi. Uyg'urlar hozir irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi. Bunday ahvolda Uyg'urlar bizning qo'shnimiz hisoblanadi. 20-asrda yuz bergan Yahudi cho'ng qirg'inchilik vaqtida Yevropadagi Yahudilarning qo'shnilaridan faqat bir qancha % kishilarla Yahudilarga yordam qilgan. O'sha vaqtda qirg'inchilik sukut qilganlar amaliyot qirg'inchilikka yo'l ichib berganlar edi. Yahudi qo'shnilarga yordam qilgan xristianlar o'zining e'tiqodi bo'yicha yaratquchisining amrini o'rindab, qo'shnisiga yordam qilganlar edi. Endi hozir biz bu tarixdan dars olib, irqiy qirg'inchilik yo'l qo'ymasligimiz, Uyg'ur qo'shnilarimizga yordam qilishimiz kerak. Serena Oberstein xonim Belkilar kapandining so'zlariga tamoman qo'shilganligini bildirdi. U Uyg'urlarga yordam qilish uchun amaliy harakatga o'tishning muhimligini ta'kidladi. Albatta, irqiy qirg'inchilik bir-biriga o'xshamaydi. Lekin Beijing ayni vaqtdagi Berlinga o'xshash strategiya qo'llanayotdi. Berlin dunyodagi obrazini tiklash uchun iqtisodiy kuchini qo'llangan. Beijing Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni dunyoning har qaysi joylariga eksport qilyotdi. Minglagan shirkatlar Uyg'ur majburiy emgak chetishlik ishlab chiqarish zanjiriga bog'langan. Biz jumladan men bir iste'molchi bo'lish sifatim bilan Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini boyqut qilish orqali Uyg'urlarga yordam qila olayman deb qarayman. O'zimizning hikoyasini anglatgan vaqtimizda Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatishimiz kerak. Qaysi davlatda turayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, bir-birimizning ahvoldan xabardor bo'lishimiz, o'zaro yordamda bo'lishimiz kerak. Biz bir-birimizni tushungan sari, garchi o'xshamagan dinlarga e'tiqod qilgan bo'lsakmi, amaliyotda o'xshash inson ekanligimizni his qila olamiz. Shundaqla hamkorlashib, amaliy harakat qila olamiz. Erkin Asiya Radiosu'nun xabardan ma'lum bo'lishicha, bu yil Ramazon oyi kirgandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'iston vakili Raim Mansurov apandimning boshlamchiligida Qozog'istonlik Uyg'urlar Tailand turmalarida yetayotgan va boshqa ellarda qiyin ahvollarda qolgan Uyg'urlar uchun yordam to'plash harakati olib borgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istonlik vakili Raim Mansurov apandim bu haqda Erkin Asiya Radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Yaqında Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlarga bu yilqi fitr sadaqadan yordam qilsaq degan edi. Tailand turmalarida yetayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shular hozir ochliqdan qiynalyotir. Biroq Dünya Uyghur Qurultayi ularni tashlamaydi. Qo'lidan kelgan yordamni qilyapti. Shular qatorida Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarimiz fitr sadaqadan shu joyga oz bo'lsa avassanglar deb o'ylayman. Shu yerda 50 ga yaqin qarindoshimiz ushoq bolalar bilan ochdan osh yotadi. Bu yil ularga 10 yil bo'ldi ekan. Shularga aztol yordam bersak deb sizlardan umid qilaman. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonlik Uyg'urlar yillardan buyon mushunda xayr-saxovatlik ishlarini davom qilib kelmoqda. Shuningdek, Uyg'ur tashkilotlarining uyushtirishi bilan tabiiy ofat yuz bergan joylarga ko'p miqdorda moddiy yordam ko'rsatilgan edi. Jumladan, o'tgan yili Turkiyada yer tevrish ofati bo'lganda, Qozog'istonlik Uyg'urlar iyon to'plash harakati boshlab, yig'ilgan mablag'ni tegishli o'rinlarga yetkazgan edi. Qozog'iston Uyg'urlarining o'zlari uncha boy bo'lmasa-mu, ko'ngli ko'ksining olamcha boy bo'lishidek bu xislati o'z navbatida bilsang agar Uyg'ur degan mushundaq degan naqshida tasvirlangan bayonlarning chinligini yana bir qatim ko'rsatmoqda. Qozog'istonlik Uyg'urlar har yili Ro'za Ramazon oyi boshlanishi bilan xayr-saxovatlik ishlarni yurgizishni an'anaga aylantirgan.
Bu yılmı Almatı şəhəri və vilayəti, shuningdek Yettisu vilayətində o'ltiraqlashgan Uyg'urlar ulug' Ro'za Ramazonning birinchi kunidan boshlabla yetim yesirlarga, iqtisodiy ahvoli nachar oilalarga, ko'p ballıq ailələrə, məcruhlarga və başqa muhtoj ailələrə moddiy yordam qilishni davomlashtirmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qatımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.